Maqom. Maqom atamasi arabcha so'z bo'lib, istiqomat o'rni, turar joy ma'nolarida keladi. Musiqada esa maqom musiqa cholg'ularida kuy va ashulalarni tashkil etadigan tovushlarning joylashadigan o'rni, ya'ni pardalardir. Bu haqda atoqli musiqashunos olim Isoq Rajabovning maqomlar masalasiga doir risolasida batafsil ma'lumot berilgan. Akademik Yunus Rajabiy asos solgan maqomchilar ansambliga bugungi kunda taniqli bastakor O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Abduhoshim Ismoilov rahbarligida jahon sahnalarida o'zbek mumtoz musiqa merosini targ'ib qilib, maqom musiqalarining shuhratini dunyoga yoyilishida salmoqli hissa qo'shib kelmoqda.